Kuppa kunduzi jamoat joyida baqir-chaqir va otishma sodir qilgan zo'ravonlarning birma-bir shaxsiga oydinlik kiritildi. Boshlik qilib qo'ydik. Qilganimizdan pushaymonman. Birlashib qolinglar. Muhriddin Ravshanov 8-yanvar kuni kech soat 16larda Qarshi shahridagi Kapriz go'zallik saloni oldiga borib, qo'lidagi o'tkir kesuvchi pichog'i bilan jamoat joyida Shahzod Uzoqovga tan jarohati yetkazadi. Chiqayotdim, bu ko'rib qoldim bu bola. O'sha Muhriddin. Oldin telefon bilan tortishib qolgandi oldin. Telefondan so'ng o'zi oldindan akam edi, u birga musobaqalarga borib, musobaqalar yurgandi. Keyin araya nimadir bo'ldi, hazildan telefondan tortishib ko'rmay ketdi, men toshib ketdim. Shu bir yillab bo'ldi, bir-birimizni ko'rmay ketgandik. Keyin biz esdan chiqib ketib qoldim, tortishib qo'ygan telefondan. Keyin uydan chiqsam o'tirishgan ekan. Tushib salomlashay dedim. Tushib salomlashdim. Keyin o'sha meni sukuni eslaydanmi deb chekka olib qo'rqitib qo'yaman deb o'yladi. Ha, qo'rqitaman deb. Shunday urush bo'lib ketdi-da. Qilgan ishimdan pushaymonman. Shu joyda Shahzod Uzoqov ham qarindoshlariga, mahalladosh do'stlarga qo'ng'iroq qilib, yordamga chaqirdi. Avval akasi Oyatulloh Abdullayev, so'ngra esa Ravshan Bobanazarov, Valijon Ibragimov va Sardor Ravshanovlar kelib, janjalga qo'shilib ketishadi. Ko'cha bezori o'rtoqlari kelgandan ruhlanib ketgan Shahzod Uzoqov qayerdandir pnevmatik to'pponcha topib kelib, odamlar ko'z o'ngida bir necha bor o'q uzadi. Kuppa kunduzi shaharning qoq markazida ur-kaltak, sur-kaltak avjiga chiqib, to's-to'polon boshlanib ketadi. Quturib ketgan jo'jaxo'rozlarning bezorlik jinoyatlari tez tibbiy yordam shifoxonasi oldida ham davom etadi. Juda yomon narsa ekan. Qilganimdan pushaymonman. Bilaman, undan ham kechirim so'rayman, onajon, yaxshi bola bo'laman. Endi Xudo xolisa. Ko'chingizda yaxshi bola bo'lasan? Ha, inshaalloh yaxshi bola bo'laman. Qanday tutaman bu vaqtni qaytarmayman, qayta qilmayman. Otaning ma'muriyatiga bo'lasan? Ha, inshaalloh bo'laman. Bo'laman. Xudo xolisa bo'laman. Va'da beraman.